Salom, qadrli tomoshabinlarim. Bugun men sizlarga shunday muhim bir mavzuni ochib bermoqchimanki, u ko'pchilikning, ayniqsa hurmatli keksalarning hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin. Gap pensiyalar haqida ketmoqda, aniqrog'i. Aprel oyida ko'pchilik pensionerlar oladigan katta qo'shimcha to'lov haqida. Ishonchim komilki, bu ma'lumotni aksariyat fuqarolarimiz bilmaydi va bu ularning cho'ntagiga tushishi kerak bo'lgan puldan mahrum bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Chunki bugungi video sizning yoki yaqinlaringizning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'rish juda muhim. Chunki men sizga har bir detalni, har bir nozik jihatni tushuntiraman. Shoshiling, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu sizdan bir soniya vaqt oladi, ammo bu juda muhim ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Qadrli do'stlar, keling, avvalo muammoning mohiyatini tushunib olaylik. Bilamizki, pensiya ta'minoti tizimi doimiy ravishda takomillashtirilib boriladi. Har yili ma'lum bir tartibda pensiya miqdorlari inflyatsiya darajasiga va mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatga mos ravishda indeksatsiya olinadi, ya'ni oshiriladi. Bu odatiy jarayon bo'lib, ko'pchilik bundan xabardor. Biroq men bugun aytmoqchi bo'lgan katta qo'shimcha to'lov bu shunchaki oddiy indeksatsiya emas. Bu boshqa bir mexanizm bo'lib, uning sabablari va oqibatlari chuqurroqdir ilgari. Pensiya miqdorini hisoblashda ba'zi omillar to'liq hisobga olinmagan yoki ularni hisobga olish mexanizmi murakkab bo'lgan. Ba'zan shaxslarning uzoq yillik mehnat staji, maxsus mehnat sharoitlari yoki qo'shimcha majburiyatlari, masalan, qaramog'ida nogiron oila a'zosi borligi pensiya miqdoriga sezilarli darajada ta'sir qilsa ham, amalda bu yetarli darajada aks etmas edi. Ilgari biror shaxs 35 yil davomida fidokorona mehnat qilgan bo'lsa ham, uning pensiya miqdori minimal ish stajiga ega bo'lgan odamnikidan unchalik katta farq qilmasligi mumkin edi. Yoki bo'lmasa, biror kasb egasi og'ir va zararli sharoitlarda ishlagan, ammo uning bu mehnati pensiya hisoblashda yetarlicha baholanmagan. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Yangi qonun hujjatlari va normativ huquqiy aktlar qabul qilinishi ortidan pensiya miqdorini hisoblashda ilgari e'tibordan chetda qolgan yoki noto'g'ri baholangan ko'plab omillarni hisobga olishga imkon beruvchi mexanizmlar joriy etilmoqda. Aynan shu aprel oyida ko'pchilik pensionerlar uchun o'zgarishlar kuchga kirmoqda va bu ularning pensiya miqdoriga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng afsuslanarli tomoni shundaki, ko'pchilik pensionerlar bu o'zgarishlar haqida bilmaganliklari sababli o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'lardan bexabar qolishmoqda. Keling, endi kimlar bu qo'shimcha to'lovga umid qilishi mumkinligi va kimlarga bu tegishli emasligi haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Bu eng muhim qism, chunki siz o'zingizni yoki yaqinlaringizni ushbu toifaga kiritishingiz mumkin. Birinchi navbatda, uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lgan pensionerlar, ayniqsa ayollar uchun 35 yil va undan ko'proq, erkaklar uchun esa 60 yil va undan ko'proq stajiga ega bo'lganlar diqqat qiling. Ilgari ma'lum bir maksimal pensiya miqdori belgilangan bo'lib, undan oshiq staj uchun qo'shimcha bonuslar yetarlicha katta bo'lmagan. Hozirda esa har bir ortiqcha ish yili uchun pensiya miqdoriga qo'shiladigan koeffitsient sezilarli darajada oshirilmoqda. Bu shuni anglatadiki, siz qanchalik uzoq mehnat qilgan bo'lsangiz, pensiyangiz ham shunchalik yuqori bo'lishi kerak. Keling, bir misol keltiraylik. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 7 yoshli Oysha opa. U umr bo'yi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, jamg'artning 2 yillik uzluksiz mehnat stajiga ega. Uning o'rtacha ish haqi nisbatan yuqori bo'lmagan, lekin u doim vijdonan ishlagan. Ilgari Oysha opaning pensiyasi aytaylik 1.800.000 so'm atrofida edi. Yangi qoidalar joriy etilishi bilan uning 2 yillik staji har bir ortiqcha yil uchun hisoblanadigan yuqori koeffitsient bilan qayta baholanadi. Buning natijasida Oysha opaning pensiyasi yana 300-400 ming so'mga o'sishi mumkin. Ya'ni 2 million 100 ming so'mdan 2 million 200 ming so'mga yetishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu sezilarli farq. Chunki bu qo'shimcha mablag' uning kundalik ehtiyojlarini qondirishga, dorilar sotib olishiga yoki nevaralariga biror shirinlik olib berishga yordam beradi. Eng muhimi, bu avtomatik tarzda bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun murojaat qilish kerak. Ikkinchi toifa bu pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirgan fuqarolarimiz. Ilgari bu kabi stajlar har yili avtomatik ravishda qayta hisoblanmasdi yoki buning uchun alohida ariza berish talab etilardi endi esa.
yangi qoidalarga ko'ra pensiya yoshiga yetgandan keyin ishlagan davrlar uchun ham pensiya qayta hisoblanadi va bu uning miqdoriga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ammo shuni unutmangki, ko'p hollarda bu uchun sizning tashabbusingiz talab qilinadi. Yana bir misol. Farg'onada yashovchi 68 yoshli Qodir aka. U 6 yoshda pensiyaga chiqqan, ammo yana 5 yil davomida sexda usta bo'lib ishlashni davom ettirgan. Uning pensiyasi 1 million 600 ming so'm edi. U ishini davom ettirgan 5 yil davomida uning stajiga qo'shimcha ballar qo'shilmagan yoki juda kam miqdorda hisoblangan. Endi esa yangi mexanizm bo'yicha uning bu 5 yillik mehnat staji yuqoriroq koeffitsiyentlar bilan qayta hisoblanishi mumkin. Natijada Qodir akaning pensiyasi masalan 1,2 ming so'mga oshib 1 million 7 ming so'mdan 1 million 850 ming so'mga yetishi mumkin. Bu pul ham avvalgi misolda bo'lgani kabi hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Uchinchi muhim toifa bu qaramog'ida nogiron oila a'zosi bo'lgan yoki og'ir kasalliklarga chalingan oila a'zolariga g'amxo'rlik qilayotgan pensionerlar. Ilgari bu kabi holatlar uchun ma'lum miqdorda nafaqalar berilgan bo'lsa-da, bu pensiya miqdorining o'ziga ta'sir qilmasdi. Endilikda esa ba'zi hollarda bu majburiyatlar qo'shimcha pensiya to'lovlari olish huquqini berishi mumkin. Bu albatta har bir holat individual ko'rib chiqilishini talab qiladi. Misol uchun Buxoro viloyatidan 65 yoshli Gulnor opaning qaramog'ida yoshlikdan nogiron bo'lgan qizi bor. Gulnor opaning pensiyasi taxminan 1 million 500 ming so'm. Uning qiziga beriladigan nafaqa alohida hisoblanadi. Ammo yangi tartiblarga ko'ra Gulnor opaning qaramog'ida nogiron farzandi borligi uchun uning pensiyasiga qo'shimcha ustama to'lanishi mumkin. Bu ustama miqdori 100 ming so'mdan 200 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu mablag' nogiron qizi uchun qo'shimcha dorilar yoki parvarish xarajatlarini qoplashga yordam beradi. 4-toifa bu maxsus mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar. Ayniqsa sanoatning og'ir sohalarida, masalan, to'pqon sanoati, kimyo sanoati, qishloq xo'jaligining ba'zi tarmoqlarida mehnat qilganlar. Ularning mehnat sharoitlari salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatganligi sababli pensiya hisoblashda maxsus imtiyozlar qo'llanilishi mumkin edi. Ammo ular ba'zan to'liq hisobga olinmasdi. Hozirgi qayta hisoblashlar aynan shu kabi holatlarga ham e'tibor qaratadi. Masalan, Navoiyda konchi bo'lib ishlagan 62 yoshli Jahongir akani olaylik. Uning staji 30 yil bo'lib, uning katta qismi yer osti ishlariga to'g'ri keladi. Jahongir akaning pensiyasi 2 million 200 ming so'm edi. Yangi qoidalarga ko'ra uning og'ir mehnat sharoitlarida o'tgan har bir yili uchun pensiya ballari yuqoriroq koeffitsiyentlar bilan hisoblanishi mumkin. Bu esa uning pensiyasiga yana 270 ming so'm qo'shishi mumkin. Ya'ni uning pensiyasi 2 million 100 ming so'mdan 2 million 70 ming so'mga yetishi mumkin. Bu qo'shimcha pul uning sog'ligini tiklashga yoki tibbiy xizmatlar uchun sarflashiga yordam beradi. Shuni ham ta'kidlash joizki, ayrim toifadagi fuqarolar, masalan, Xorazm viloyatida yashovchi ayrim pensionerlar uchun maxsus hududiy koeffitsiyentlar mavjud edi. Ammo bu koeffitsiyentlar pensiya miqdoriga to'liq ta'sir qilmasligi mumkin edi. Yangi qayta hisoblashda bu hududiy imtiyozlarni ham to'liq aks ettirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, agar siz uzoq stajga ega bo'lsangiz, pensiyaga chiqqandan keyin ishlashni davom ettirgan bo'lsangiz, qaramog'ingizda nogiron bo'lgan oila a'zosi bo'lsa yoki og'ir sharoitlarda mehnat qilgan bo'lsangiz, sizning pensiyangizni qayta hisoblash imkoniyati mavjud. Endi esa kimlar bu to'lovlardan xavotir olmasligi kerakligi haqida. Agar sizning pensiyangiz allaqachon maksimal miqdorga yetgan bo'lsa va sizda yuqorida sanab o'tilgan qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lish uchun hech qanday asos bo'lmasa, ehtimol sizga ushbu qo'shimcha to'lov tegishli bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, yaqinda pensiyaga chiqqan va pensiya miqdori amaldagi qonunchilikka muvofiq to'liq hisoblangan shaxslarga ham bu qo'shimcha to'lov ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin baribir ishonch hosil qilish uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan erinmang. Chunki har bir holat individualdir va pensiya jamg'armasi xodimi sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz asosida aniq javob berishi mumkin. Aziz tomoshabinlar, endi esa ushbu masaladagi ba'zi bir istisnolarga, nozik jihatlarga va e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlarga to'xtalib o'tamiz. Bu qism ham juda muhim. Chunki u sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Birinchi va eng muhim nozik jihat
bu avtomatik hisoblash va murojaat orqali hisoblash o'rtasidagi farq. Ko'pgina hollarda yangi qoidalar joriy etilganda pensiya jamg'armasi dasturiy ta'minotlar yordamida pensiya miqdorini avtomatik ravishda qayta hisoblaydi va qo'shimcha to'lovlarni amalga oshiradi. Biroq shunday holatlar ham borki, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda yetishmovchiliklar mavjud bo'lsa yoki ilgari to'liq hisobga olinmagan maxsus stajlaringiz bo'lsa, tizim buni avtomatik tarzda aniqlay olmasligi mumkin. Bu esa sizning faol ishtirokingizni talab qiladi. Ya'ni siz pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, ariza yozishingiz va zarur hujjatlarni taqdim etishingiz lozim. Ko'pchilik pensionerlar aynan shu joyda xato qiladi. Ular avtomatik hisoblashni kutishadi va shu sababli o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'lardan mahrum bo'lishadi. Ikkinchi istisno bu mehnat daftarchasidagi bo'shliqlar yoki hujjatlarning yetishmasligi. Pensiya hisoblashda eng asosiy hujjat bu mehnat daftarchasi. Agar sizning mehnat daftarchangizda ish stajini tasdiqlovchi yozuvlarda bo'shliqlar bo'lsa yoki ba'zi tashkilotlar tugatilib, ulardan ma'lumot olish imkonsiz bo'lsa, bu pensiya miqdorini qayta hisoblashda muammolar tug'dirishi mumkin. Shunday holatlarda siz arxivlardan ma'lumot so'rashingiz yoki guvohlarning ko'rsatmalarini taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin, ammo bu sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun muhim qadamdir. Misol uchun, Andijondan 75 yoshli Murod aka. Uning mehnat daftarchasida 1990 yillarning boshlaridagi 3 yillik staji aks etmagan. Chunki u ishlagan korxona bankrot bo'lib, hujjatlar yo'qolgan. Ilgari bu staj hisoblanmagan. Endi esa yangi qonunchilikka ko'ra, agar u o'sha yillardagi maosh varaqalarini topa olsa yoki 2 nafar guvohning ko'rsatmasini taqdim eta olsa, bu staj ham hisobga olinishi mumkin. Bu esa uning pensiyasiga yana 100 ming so'mdan 1 ming so'mgacha qo'shishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, kichik bir detay ham katta farq qilishi mumkin. Uchinchi muhim nuans bu chet elda ishlagan davrlar. Agar siz ilgari boshqa davlatlarda rasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz va bu haqda tegishli hujjatlarga ega bo'lsangiz, bu staj ham O'zbekistondagi pensiya miqdorini hisoblashda ma'lum shartlar asosida hisobga olinishi mumkin. Albatta, buning uchun ikki tomonlama shartnomalar va kelishuvlar mavjud bo'lishi kerak. Bu jarayon biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Chunki chet el hujjatlarini legallashtirish va tarjima qilish talab etiladi. Ammo agar sizda bunday staj mavjud bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va barcha imkoniyatlarni o'rganing. 4-e'tiborga molik jihat. Bu pensiya miqdorini hisoblashdagi xatolar va ularni shikoyat qilish tartibi. Pensiya jamg'armasi xodimlari ham inson. Ular ham xato qilishlari mumkin. Agar siz pensiya miqdorini qayta hisoblash natijasida to'g'ri hisoblanmagan deb hisoblasangiz, siz bu qaror ustidan shikoyat qilish huquqiga egasiz. Dastlab yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi bo'limiga, keyin esa sudga murojaat qilishingiz mumkin. Shikoyat arizasi yozishda aniq dalillar va asoslar keltirishingiz muhim. Masalan, sizning ish haqingiz to'g'ri kiritilmagan bo'lishi mumkin. Yoki stajingizning bir qismi e'tibordan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda barcha hujjatlaringizni to'plab xolis ko'rib chiqishni talab qiling. Va nihoyat, 5-tuzoq. Bu firibgarlik holatlari. Afsuski, pensionerlarimizning ishonuvchanligidan foydalanib turli firibgarlar paydo bo'lishi mumkin. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimlari yoki huquqshunoslar deb tanishtirib, go'yoki sizning qo'shimcha to'lovlaringizni tezlashtirish yoki kafolatlash evaziga pul talab qilishlari mumkin. Shuni esda tutingki, pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi rasmiy organlar hech qachon sizdan telefon orqali karta ma'lumotlaringizni so'ramaydi yoki pul o'tkazishingizni talab qilmaydi. Agar shunday holatga duch kelsangiz, darhol huquq tartibot organlariga murojaat qiling. Barcha masalalar rasmiy idoralar orqali va shaxsan murojaat qilish orqali hal qilinadi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Bu qo'shimcha to'lovni olish uchun siz qanday aniq qadamlarni qo'yishingiz kerak? Bu savolga to'liq javob beraman. Birinchi qadam ma'lumotlarni yig'ish. Sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasportingiz va pensiya guvohnomangizni tayyorlab qo'ying. Bu asosiy hujjatlar. Eng muhimi mehnat daftarchangiz. Uni diqqat bilan ko'rib chiqing. U yerda barcha ish joylaringiz, lavozimlaringiz va ish stajingizning boshlanish va tugash sanalari to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir bo'shliqlar yoki noto'g'ri yozuvlar bo'lsa, ularni aniqlab oling. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsangiz,
o'sha davrdagi ish joyingizdan mehnat shartnomasining nusxasini yoki ish haqi ma'lumotnomasini olishga harakat qiling. Bu sizning qo'shimcha stajingizni tasdiqlashda yordam beradi. Agar qaramog'ingizda nogiron oila a'zosi bo'lsa, uning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma va oila a'zosi ekanligini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Maxsus mehnat sharoitlarida ishlagan bo'lsangiz, bu sharoitlarni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan. Korxonaning arxivdan ma'lumotnomalar, buyruqlar nusxalari juda muhim. Ikkinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Sizda bir nechta variant bor. Bir mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi. Bu eng asosiy va to'g'ri yo'l. Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Ularda sizning barcha ma'lumotlaringiz mavjud bo'ladi va ular sizga aniq maslahat bera oladilar. 2. Davlat xizmatlari markazlari. DXM. So'nggi yillarda DXM orqali ko'plab davlat xizmatlarini olish imkoniyati yaratildi. Siz DXMga murojaat qilib, pensiyangizni qayta hisoblash bo'yicha ariza topshirishingiz mumkin. Bu yerda navbatlar pensiya jamg'armasiga nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. OT, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.ok.uz. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa va elektron raqamli imzongiz mavjud bo'lsa, ushbu portal orqali ham ariza yuborishingiz mumkin. Bu eng qulay usul, chunki uyingizdan chiqmasdan turib barcha ishlarni bajarishingiz mumkin. Lekin ko'pchilik keksa avlod vakillari uchun bu usul unchalik qulay emas. Shuning uchun yaqinlaringizdan yordam so'rash tavsiya etiladi. 3-qadam ariza yozish. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki DXMga murojaat qilganingizda sizdan pensiya miqdorini qayta hisoblash bo'yicha ariza yozish so'raladi. Ariza namunasi odatda ularning o'zida bo'ladi, lekin ba'zi asosiy ma'lumotlarni bilib olishingiz zarar qilmaydi. Ariza mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi boshlig'iga yoki Davlat xizmatlari markazi direktori nomiga deb boshlanadi. O'zingizning to'liq FIO'ingizni, pasport seriya va raqamingizni, yashash manzilingizni va telefon raqamingizni aniq ko'rsating. Arizaning asosiy qismida pensiyangizni O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi va yangi qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar asosida qayta hisoblashni so'rayman deb yozing. Agar sizda pensiya miqdorini oshirishga asos bo'ladigan biron bir aniq sabab bo'lsa, masalan, ilgari hisobga olinmagan staj, og'ir mehnat sharoitlari, qaramog'ingizda nogiron borligi, ularni qisqacha ko'rsatib o'ting va tegishli hujjatlarga havola bering. Arizaga ilova qilingan hujjatlar ro'yxatini ham keltiring. Masalan, pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi va hokazo. Ariza oxiriga sana va imzo qo'ying. 4-qadam, hujjatlarni topshirish va natijani kutish. Arizangizni va barcha hujjatlarni topshirganingizdan so'ng sizga arizaning qabul qilinganligi to'g'risida ma'lumotnoma yoki uning ro'yxatdan o'tgan raqami beriladi. Bu ma'lumotnomani saqlab qo'ying. Pensiya miqdorini qayta hisoblash odatda ma'lum bir muddatni talab qiladi. Odatda 10 kundan 3 kungacha. Bu muddat ichida pensiya jamg'armasi xodimlari sizning hujjatlaringizni o'rganib chiqadi. Arxivlardan qo'shimcha ma'lumotlar so'rashi mumkin. Hisoblash natijalari bo'yicha sizga yozma javob beriladi. Agar pensiya miqdori oshirilsa, sizga yangi miqdor ko'rsatilgan bildirishnoma keladi va keyingi pensiya to'lovidan boshlab yangi oshirilgan pensiya miqdori to'lanadi. Agar avvalgi davrlar uchun to'lanmagan pullar bo'lsa, masalan, pensiya qayta hisoblanishi kerak bo'lgan, ammo hisoblanmagan, ular ham sizga to'lab berilishi lozim. Eng muhimi, hurmatli tomoshabinlar, sabrli bo'ling va o'z huquqlaringiz uchun kurashing. Agar sizga biron bir muammo tug'ilsa yoki sizni noqonuniy ravishda rad etilsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki sudga murojaat qilishdan tortinmang. O'zbekistonda pensiyalar huquqlarini himoya qilish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Aziz do'stlarim, ko'rib turganingizdek, pensiyalarni qayta hisoblash bo'yicha aprel oyidagi bu imkoniyat haqiqatan ham ko'plab pensionerlar uchun katta pul to'loviga olib kelishi mumkin. Bu shunchaki kichik bir o'zgarish emas, balki ilgari e'tibordan chetda qolgan, ammo juda muhim bo'lgan omillarni inobatga olishga qaratilgan kompleks yondashuvdir. Ko'pchilik bu haqda bilmaydi va shu sababli o'z haqqi bo'lgan mablag'dan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun bu videodagi ma'lumotlarni o'zingiz uchun ham, yaqinlaringiz uchun ham qanchalik muhim ekanligini anglab yetdingizdan umiddaman. O'z pulingizni toping, uni olish uchun harakat qiling. Zero har bir so'm keksalikda qadrli. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamlarga yetkazish uchun
Hozirroq videoga like bosing. Do'stlaringiz va yaqinlaringizga, ayniqsa pensionerlarga va ularning farzandlariga yuboring. Kim biladi? Balki bu video aynan ularning hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishga yordam berar. Va albatta bu mavzu bo'yicha sizning fikrlaringiz va tajribalaringizni sharhlarda kutib qolaman. Siz pensiyangizni qayta hisoblatdingizmi? Natijalar qanday bo'ldi? Qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? O'z tajribangiz bilan bo'lishing, bu boshqa tomoshabinlarimizga ham yordam beradi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz doimo siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.